Bismillahirrahmanirrahim. Sura Naziat. Nahayeti şefkatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan başlayman. Kuffarlarning jonlarini qattiq tortib olg'uchi farishtalar bilan qasamki, mo'minlarning jonlarini seliq olg'uchi farishtalar bilan qasamki, Allohning amrini osmondan tez elib tushkichi farishtalar bilan qasamki, mo'minlarning jonlarini elib jannatga ilgirliguchi farishtalar bilan qasamki, Allohning amri bilan koinotning ishlarini boshqaruvchi farishtalar bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirlisizlar. Sizlardan cho'qim hisob elinadi. Bu kun, ya'ni qiyomat kunida zemin va uningdagi shay'lar qo'shilib tavraydi. Uning orqasidilla osmon va uningdagi shay'lar qo'shilib tavraydi. Bu kunda dillarni, ya'ni kuffarlarning dillarini qo'rqinch bosadi. Shu dillarning egalarining ko'zlari qo'rqinchdan tikilib qarayolmaydi. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirati. Ular aytadi: "Rostla biz avvalgi holimizga qaytarilamdik, ya'ni o'lgandan keyin tirilamdik." U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi? Ular aytdi: "Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu, ya'ni o'lgandan keyin tirilish ziyonli qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tiriladigan bo'lsak, do'zax ahli bo'lganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz." Bir sayha, ya'ni Israfilning sur chelishi bilanla ular, ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Sana Musa'ning xabari keldimi? Öz vaqtida uni Parvardigori Tuva nomli muqaddas vodida mundoq deb chaqirdi: Sen Fir'avnning qiyshig'i borgin. U haqiqatan haddidan oshdi. Uningga kufridan va gunohlardan pok bo'lishni xohlamsan. Seni Parvardigorimni tonishga yetaklashimni xohlamsan. Uni tonisang, Parvardigoringdan qo'rqsan-da, yaxshi amallarni qilasan degin. Musa Fir'avnga cho'ng mo'jizani ko'rsatdi. Fir'avn Allohning payg'ambari Musoni inkor qildi va Allohning amriga osiylik qildi. Ondan Fir'avn Musodan yuz o'rib, hiyli mikr ishlatishga kirishdi. U sehrigarlarni, askarlarini, tavalarini to'pladi ham nido qilib dedi: "Men sizlarning buyuk Parvardigoringlar bo'laman."
Allah uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Shak shubhisizki Allohdan qo'rqadiganlar buningdan ibrat oladi. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Sizlarni yoritish mushkulmi yoki osmonni yoritish mushkulmi? Alloh osmonni yaratdi. رفع سمكها فسواها Uning egizligini yuksak qildi va kam kutsiz qildi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Uning kechisini qop qorong'u, kunduzini yo'p yo'ruq qildi. والأرض بعد ذلك دحاها Shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi. أخرج منها ماءها ومرعاها Zamindan buloqlarni oqtirdi. O'simliklarni o'stirdi. والجبال أرساها Tog'larni zaminda muqim qildi. متاعا لكم ولأنعامكم Allah Taala ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanishi uchun yaratdi. فإذا جاءت الطامة الكبرى Qiyomat kelganda يوم يتذكر الإنسان ما سعى shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini aslaydi. وبرزت الجحيم لمن يرى Qarag'uvchilarga jahannam ochiq ko'rsatiladi. فأما من طغى Kimki kufrida, gunohda chekidan oshir ekan, وآثر الحياة الدنيا dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rdi ekan, فإن الجحيم هي المأوى uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Parvardigorining oldida so'roqqa tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafsi xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklangan odamga kelsak, إن الجنة هي المأوى haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. فيما أنت من ذكراها Sen uni qandoqmi bayon qilib beralaysan? إلى ربك منتهاها Uni bilish Parvardigoringga xosdir. إنما أنت منذر من يخشاها Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kashqurun yoki bir atigan turgandek gumon qilib